Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qondagi agrotexnika do'konimizga hamma kutgan Kentaur motoblogimizni 7 ot kuchli variantlaridan kirib kelgan. Videoni oxirigacha ko'rsangiz qisqacha ma'lumot berib, narxlarni aytib o'tib ketamiz. Videoni boshlamasimizdan oldin bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Qani biz unda tanishtirishni boshladik. Kimga shunaqa Kentaur motobloglardan kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarimizga telefon qilib bemalol zakaz qilishlari mumkin. Xudo xolasa dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holda 12 ta viloyatgacha yetkazdirib beramiz. Unda biz tanishtirishni boshladik. Bu motoblogimizni Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan firmalarni aytib o'tib ketamiz. Kentaur bo'ladi. Benzinli 7 ot kuchli motorlarga keladigan bo'lsa akalar, motorlar 170 bo'ladi. 7 ot kuchli 170 ta blogacha o'yib yozib qo'yilgan ko'rishingiz mumkin. Sifatlari ham o'ta ideal holatda ishlangan. Benzinli variant. Boklarga keladigan bo'lsak, boklari 4 litrlik katta boklardan qo'yilgan, filtrlari ham masinli holatda bo'ladi. 100 gram aptol qo'yib qo'ysalar, motorga chang o't ketib qolmaydi. 3 xil rangidan olib kelib qo'yganmiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, balonlarga keladigan bo'lsa, balonlari 400 ga 8 lik Cherokee balonlardan qo'yilgan bo'ladi. Balonlarni bemalol legirovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Ma'lumotlarni ko'rib olishlaring mumkin. Motorlari ham 170-168 bas 2025-yilda traktor Kentaur firmasiga qarashli. Karofkalari ham akalar ko'rishingiz mumkin. Anchagina katta karofkadan qo'yilgan, qishloq xo'jaliklargacha ishlaydi. Orqada o'qlari ham anchagina baquvvat holatda kelgan. Rollari uzun. Kentaur motoblogini bilishadi akalarimiz. Rollari uzun bo'ladi. Bemalol bo'ylarga moslab ishlatsalaring bo'laveradi. Har doimdek skolari tepada, o'chirib yoqadiganlari ham temir holatda kirib kelgan ko'rishingiz mumkin. Sifatlari o'ta ideal holatda ishlangan. Benzinli rasxod soatiga 500 gramdan 800 gramgacha benzin rasxod qiladi. Narxiga keladigan bo'lsa akalar, bunimiz narxi 3.250 ming so'mdan do'konimizga kelib xarid qilishlari mumkin. Komplektda nima bor degan akalarimiz uchun komplektda 4 qatordan 8 qator frezalar qo'shib beriladi. O'sha original frezalar ko'rishingiz mumkin. Qolgan do'konlarda 3 qatordan 6 qator berishyapti. Yo'q akalar, Kentaur motoblogini olsalaring, frezalari 4 qatordan 8 qator qatorli bo'ladi. 3 xil svetini olib kelib qo'yganmiz. Kimga qanaqa svetidan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilib aloqaga chiqaveradi. Narxlar akalar aksiya narxlarda 3.250 ming so'mdan xarid qilishlari mumkin. Videoga bittadan like bosib, kanalga obuna bo'ldim degan klientlarimizga ham xudo xolasa 50 ming so'mdan chegirmalarni qilib beramiz. Sifatlari ham o'ta ideal holatda ishlangan. Videomiz yoqqan bo'lsa akalar, bittadan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar.